bitta qolgan. Oqsaroy bilan yoshi teng buni. Oqsaroyga 2600-2700 yil bo'lgan bo'lsa, mana Shinorga ham shuncha bo'lgan. Suni emas, haqiqiy xarsang toshlar bular. Ha, mana yerdacha xarsang toshlar qo'yilgan. Suni emas. Amir Temur bobomiz mana bu tomonga. Bu tomonga mana Oqsaroy. Mana kirib boramiz Oqsaroyga qarab. Manzara mana. Archalar. Hozir yaqinroq bo'lgandan keyin yana taydan ko'rsataman sizlarga balandligini. Juda baland. Tarixiy joylardan endi bitta shu qoldida, Oqsaroy qoldida. Endi turistik shahar bo'lib qoldi, Shahrisabz. Har joydan mehmonlar keladi. Xarsang toshlar qo'yilgan daraxtlarning ichiga. O'tirgichlar qo'yilgan. Mana shu manzara mana. Mana qal'ani aylantirib mana devor qilgan. Devor qilib o'rab qo'yibdi mana qal'ani, ko'ryapsiz. Mana shu yoqda mana devor qilib o'ralgan bo'lgan. Qal'a. Mana shu Oqsaroy o'rtoqlar mana. Mana ahrani ham yuribdi. Mana o'sha ahrani ekanlar bu yerga. Qo'riqlar yuribdilar mana. Oqsaroyda qaranglar, mana yon tomoni qanaqa. Mana yon tomonni derazalarni, arkalarini ko'ryapsizlar. Mana balandlikda shunaqa arkalar qilingan mana. Yon tomondan ko'rinishi. Kunbotar tomondan ko'rinish tomoni shunaqa. Bu videoni Shahrisabzni sog'inganlar uchun oldik. Musofirda yurgan ko'kalarimiz, sog'inganlar bo'lsa vatanlarini, shaharlarini mana shular uchun mana video qilib qo'yyapmiz mana. Mana shunchalar yuribdi. Yana bir Velamaxda.
Fontanlar yo'q. Hozir mana tarixiy joyda. Ha, bunday boraylik, buni aylanamiz, ha. Yo'l bilan boraylik ham. Oğlum ne kadar tem de yoldan da. Bor edi, mayda edi, kalta. Kattardir daraxtlar. Amir Temur bilan arkada Oqsaroy ko'rib ketdi. Ha. Naqshinkorning qadimiy choyxona bo'lgan, masjid bo'lganmi, buni qaranglar. O'rta asr hammomi 15-16 asr. Средневековая баня 16 век. Вот. Mana eski asr, eski boyaga 16 asr hammom bo'lgan ekan bu. Qaranglar. Juda pishiq qurilgan. Shu Oqsaroy oldida bo'lgan, mana shu saroylar oldida qurilgan mana shu. Balandlikda joylashgan. Ko'ryapsizlar? Mana shu bino mana. Bu eski Shahrisabz restorani. Shu eski hammomning yonida bo'lgan ekan mana. Buni yonida yana bitta yangi bino bor. Bu bino keyin mana yoshlar markazi deb qurilgan ekan. Bu keyingi bo'lgan bino. Mana bunaqa mashinalar yuribdi mana. Shahrisabz kinoteatr. Buni eslaganlar biladi. Shahrisabz kinoteatri. Mana shu Shahrisabz kinoteatri mana shu yerda qolgan. Ko'zlaring yo'limda kino filmini bir lavhasi mana shu yerda olingan, o'rtoqlar. Mana shu choyxonada olingan. Bu yerda ham olingan, keyin nariyoqda bozorda oldida ham olingan. Mana shu choyxona Shahrisabz kinoteatrining eski. Mana shu. Mana bu yerda har 5 minutda mana mashinchalar o'tadi, odamlarni olib boradi. Bu bino sotilaydi. Keldik. Xabar beriladi. Arabcha yozuvlari bor, qara mana. Mana arabcha yozuvlari bor mana. Mana Arabonga biza o'rtoqlar, mana shu yerda Arabon deyiladi. Arabon bozori bor edi. Mana bu tomonga kitobga boradigan yo'l. Bu tomon qarshi ketadigan yo'l. Arabon deb mana shu yerda aytiladi.